Bugun sizlar bilan prinsesskiy videochkani ko'rib chiqamiz. To'g'ri holatda qanaqa qilib modellashtiriladi, qancha santimetrdan chiqilishi kerak. Bir oyma chizig'imizdan yuqoriga qarab qizlar, yuqoriga qarab 6 santimetrdan 8,5 gacha chiqsa bo'ladi. Bu o'rtacha holatda. Biz hozir mana 6,5 chiqamiz. Bu asosan razmerlarning katta yoki kichikligiga qarab bu raqam yo kichikroq yo kattaroq bo'ladi. Va albatta linkamiz figurasidan foydalanayotgan vaqtda yastroq, ya'ni avvalniroq tomoni ko'kragimizning uchida tikka tomoni qizlar yuqoriga chiqib belgilagan joyimizda bo'ladi. Shunda bizniki shunaqa ideal holatda chiqadi va hech qanaqa tikilishlarda bizga xalal bermaydi. Bu videochkamizni yopamiz, bunisini ochamiz. Bunisini yopib, bunisini ochamiz. Orqani chiqilishi ham xuddi shunaqa tartibda bo'ladi.